Aka, sizga savol. Ko'pchilikdan noklar ekishyapti, 3 yil, 4 yilda meva qilmayapti. Noklar 11 yil, 10 yilda meva qiladi. Shu rostmi? Yo'q, rost emas. Bu ko'chat tanlashda adashyapsizlar. Mana xudo xolasa bizni 2 yoshli, mana 2 yoshli nihol ko'chatlarimiz xudo xolasa hammasida meva bor. Mevani qarang, mashalloh, ko'z tegmasin, ko'raverasizlar. Bu sorti kiwi nok mana. Har bittasida meva bor mana. Bu bittada qilganda olmaymizmi videoga? Har bittasida bor mana. Bunisida ham bor. Mana bunisida ham bor. 2 yoshli nihol mana. Bunisida ham bor. Har bir tupida mevasi bor xudo xolasa. Mana ko'raverasizlar, har bir tupida meva bor. O'zingizlar bir ko'rib baho berasizlar mana. Hamma tupida bor. Endi odamlar ishonmayapti-yu, nima deb ishontirsak bo'ladi bularni? Telegram kanalda lakassa bor. Kelsa, o'z ko'zi bilan ko'radi. Ishonchli ko'rsatlar bizda. Zakaz berishsa, hozirdan qabul qilishni boshlaganmiz mana. Ko'raverasizlar o'zlaring. Mevasi bilan turibdi, zo'r holatda. Bu nokda hozir eksa sirazi uzar ekanda. Xudo xolasa, uzadi sirazi. Boshlagan уже meva qilishdi. 2 yoshli nihol bizda eng ishonchli va sifatli ko'chatlar Agrinet. Endi 2 yoshli shofdorlar shunaqa meva qiladi. Xudo xolasa shofdorlar mana. Aldash boshqa yo'q bizda. Sortiga sifatli, javob garantiyali ko'chatlar Agrinetda. Sog' bo'ling, naqddan ko'rsatingda. Mana bitta joy topib olib ko'rsatishyapti, bunga gapni o'xtaratda. Har joydan chiqadi mana. Buni qarang. Guj mevasi bor mana. Bunisida ham yarim metr ko'chatlarimizda ham mevasi bor. Eng ishonchli tanlov Agrinet, sog' bo'ling. Buni hozir kelib, birov kelib, misol uchun men bo'lsam, mana shu ko'chatni ko'chirib bering, kuzga desam, ko'chirib berasizmi menga? Bo'lsa ko'chirib beraman. Menga o'xshab so'ragan, kommentariyaga yozgan odamlarga ham ko'chirib berasizmi? Imенно shatda mana. Shatda mana shu o'ri Katta o'ri bo'larsa, ko'pchilikka endalik inaqa qilish uchun. Yaxshi, zo'r. Bittadan like bosib qo'yasizlar do'stlar. Sog' bo'linglar, charchamanglar.